Assalomu alaykum do'stlar. Nima uchun juda ko'pchilik odamlarni YouTube kanalidagi videolari prosmotr olmaydi yoki boshida yaxshi prosmotr olib, undan keyin birdaniga prosmotrlar tushib ketadi. Mana shu narsani asosiy sabablarini adashmasam hali hech qaysi bloger aytmagan. Aynan bugungi video rolikda do'stlar mana shuni to'liq asosiy sabablarini sizlarga aytib o'taman. Ishoningni, agar mana shularni to'g'rilayotgan bo'lsanglar, bugun videoni ko'rib turib kanalingda 100% o'zgaradi. Kanalingdagi prosmotrlar 100% o'sishni boshlaydi. Bu narsa sinovdan o'tgan do'stlar. Buni shaxsan meni o'zimning fikrim, bu juda ko'p yillik tajribamga asoslanib mana shu narsalarni bugun sizlarga o'rgataman. Buni hamma ham aytmaydi. Shuning uchun diqqat bilan quloq solinglar. Videoni boshlashdan oldin like bosib qo'ysanglar juda ham xursand bo'lamiz do'stlar. Birinchi o'rinda kanalni to'g'ri sozlash kerak, to'g'ri nastroyka qilish kerak. Buni yaxshilab bilib olinglar do'stlar. Kanal to'g'ri nastroyka bo'lmagan bo'lsa, avvalo bo'lmaydi, qolgani hech qachon yaxshi ketmaydi. Bunga hamma narsa kiradi. Misol uchun kanalingizning nastroykalari, оформленияsi, ya'ni bannerlari bormi, avatarkasi bormi, hashtaglari bormi, описаниялari bormi, kanalni to'liq nastroykasi to'lig'icha chotki bo'lgan bo'lmasa, qo'ygan har qanday videoyini ko'tarilmaydi yoki ko'tarilishi qiyin bo'ladi. Juda kamdan kam holatda kimnidir kanali bunga ham qaramasdan ko'tarilib ketadi. Bu bir boyagi temaga tushib qolgan kanallar bo'ladi. Lekin sizniki ham shunday ko'tariladi deyishga misol hech kim garantiya bera olmaydi. Kanalingiz juda ham oz prosmotr olayotganini ikkinchi sababi do'stlar, bu tanlagan tematikangiz, tanlagan nishangiz. Ya'ni siz juda ham qisqa bo'lgan узкий nishani tanlab olgansiz. Bu узкий nisha hech qachon misol uchun katta prosmotr olib kelmaydi. Rast siz YouTube'da действительно pul ishlamoqchi bo'lsangiz, shunday video chiqaring, shunday tema tanlang, shunday kanalga mavzu tanlangki, u qo'ygan videongizni yosh ham, qari ham, bola ham birdaniga ko'rsin, qiziqib ko'rsin. Siz faqatgina bitta auditoriya uchun yoki bitta davlat uchun, bittagina misol uchun qishloq uchun video chiqarib qo'yganingizdan keyin u videoni hech kim ko'rmaydi yoki siz chiqargan videongiz bir kunlik bo'ladi. Misol uchun bugun qandaydir yangilik qoldi, shuni chiqardinglar, bo'ldi, ertaga o'sha yangilik modadan qoladi. Bunaqangi videolarni chiqarsanglar prosta kanal o'ladi. Ya'ni sizlar shunday videolarni qo'yinglarki, u vechna zelyoniy bo'lsin. Zelyoniy degani misol uchun qo'ygan videongizni 2 yildan keyin ham kimdir ko'rsin. Shunaqa videolarni tanlaylar, shunaqangi mavzularni tanlaylar, shunaqa tema tanlaylar kanalingizga. Kanal prosmotr olmayotganini yoki prosmotrlari tushib ketganini yana bitta asosiy sababi, bu ham ikkinchi boyagi sababga yaqinroq bo'ladi. Ya'ni siz videolarni misol uchun temasini o'zgartirib turasiz. Masalan, bu degani bugun misol uchun bog'dan video qo'ysangiz, ertaga tog'dan video qo'yasiz. Videolar alkash-chalkash bo'lib ketgan. Xullas, bitta mavzu yo'q, bitta tema yo'q. Har xil videoni bog'dan diyor, tog'dan diyor. Xullas, YouTube sizni videolaringizni kimga rekomendatsiya qilishiga nima deydi, kallasi aynib qoladi. YouTube algoritmlari o'zi bir bot bo'ladi. O'sha botlar ham, даже algoritmlar ham nima deydi, kallasi aynib qoladi. Bu kimga ko'rsatsam ekan, misol uchun internetga qiziqar ekan bularga ko'rsatsam ekan, yoki misol mol holga qiziqar ekan bunga ko'rsatsam ekan. Xullas, do'stlar, buni tushundinglar. Men o'zimizni til bilan tushuntiryapman. Ras sizlar YouTube'ga kirdinglarmi, bitta mavzu tanlayna, bir xil temada ketinglar. Ya'ni misol uchun men ustaman, ustachilik haqida, faqatgina ustachilik haqida video qo'yaman. Bugun ustachilik haqida qo'ysam, ertasi kuni misol uchun mashina ustachiligi haqida, indiniga kuni misol uchun velosiped haydash haqida, velik haydash haqida videolarni qo'yadigan bo'lsam, bu o'zi YouTube'ga yomon signal bo'ladi. Ya'ni bu o'zi ham bilmaydi qanaqa video olishini degani bo'ladi. Shuning uchun ham bunga e'tibor beringlar. Bitta mavzuda, bitta temada, bitta yo'nalishda ketinglar oxirigacha. Shunda biringlar ikki bo'ladi. Agar boshqa yo'nalishga o'tmoqchi bo'lsanglar, yaxshisi yangi kanal ochib, boshqa kanalda u yo'nalishni olib boringlar. Lekin mana bu kanalga ilashmanglar. Bir xil temada ketsin. Albatta do'stlar, hammasini bir boshidan aytib ketyapman. Endi videoni yuklash vaqtiga keldik. Mana shunda ham ko'pchilikning xatosi bo'ladi. Chunki videoni yuklash vaqtiga ham e'tibor berish kerak. Mana shu narsaga e'tibor bermasanglar, har xil umkan vaqtda, o'zingizga yoqqan vaqtda videoni yuklab tashlaydigan bo'lsanglar, bu o'sha kanalingizning o'lishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun
videoni rasti действительно yaxshi серьезный shug'ullanib YouTube bilan videoni yuklamoqchi bo'lsanglar, kunda bir xil vaqtda yuklash kerak. Bir xil vaqt degani masalan qaysi davlatga asoslanib chiqarayotgan bo'lsanglar videolaringlarni, amerikanskiy bo'lsa, Amerikani soatida kechki soat 4:05 dan toki 9 gacha bo'lgan vaqtda chiqaringlar. Kechki soat 4 dan kechki 9 gacha bo'ldi, tushundinglar? Kechki soat 4 dan kechki 9 gacha. Tur ya'ni soat 16 dan kechki 9 21:00 gacha degani. Amerikani vaqti bilan o'sha vaqtda chiqaringlar. O'zbekcha kanal bo'lsa, O'zbekistonning vaqti bilan o'sha vaqtda chiqarasizlar. Qaysi davlat bo'yicha, qaysi davlatga asoslanib video chiqaradigan bo'lsanglar, o'sha davlat soatida kechki soat 4 dan 9 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida chiqarasizlar. Bu eng zo'r, eng boya maksimal prosmotr oladigan vaqt bo'ladi. Va albatta katta videoni chiqarganda eng kamida bir kun raznica bo'lsin do'stlar. Cherizdan chiqaringlar. Long video bo'ladigan bo'lsa, bir kun emas, bir kun chiqaringlar, hech bo'lmaganda, bo'lmasa 2 kun, 3 kunda bitta video chiqarsa ham bo'ladi. Mana bunga o'xshagan katta video chiqaradigan bo'lsanglar. Endi shorts bo'lsa, kamida kunda bitta video chiqish kerak. Shortsni qo'yganingizda ham, misol 2 ta video qo'yadigan bo'lsanglar, oralig'i 2 soat bo'lsin. Hozir bitta video qo'ysanglar, 2 soat o'tib eng kamida ikkinchi videoni qo'yinglar. Bu eng kamida 3 soatdan keyin qo'ysanglar ham bo'laveradi, farqi yo'q. Shu. Keyingisi esa videoni yuklash davomiyligi do'stlar. Masalan, nima deydi, bir xilla bir hafta yuklaydi, 2 hafta yuklaydi, 1 oy yuklab, orada 1 kun yuklamay qo'yadi-ku. Mana shu 1 kun ham YouTube uchun boyagi katta yomon signal bo'ladi. Aynan shortsda bu juda katta ahamiyatga ega. Endi katta video bo'ladigan bo'lsa 2 kun, 3 kunda videoni yuklayveringlar, lekin 1 hafta, 2 haftalab video yuklamay qo'yib bunaqa qiladigan bo'lsanglar, kanalinglar o'ladi. Bu keyinchalik ta'sir qiladi. Sirazi ta'sir qilmashi mumkin, lekin shortsda sirazi ta'sir qiladi. Katta videolarda, longda keyinchalik sekin-sekin ta'sir qilib boradi. Shuning uchun videoni davomiyligiga, yuklash davomiyligiga katta e'tibor beringlar. Bu ham kanalda prosmotrlarni o'ldirishga katta sabab bo'ladi. Prosmotrlarni tushirishni yana bitta misol uchun eng katta sabablari bu mana shu sizga obuna bo'lgan obunachilaringiz videolaringizni ko'rmay qo'yishligi. Shuning uchun tanishlarga, do'stlaringizga, oilangizga umuman chiqargan videolarni ulashmanglar. Ko'ringlar deb iltimos qilmanglar, keyin o'zingiz ham qo'ygan videolarni har xil akkauntlardan kirib olib ko'rmanglar. Bu kanalni o'ldiradi. Bu sizlar YouTube buni bilmaydi, mana har xil obxodlar bilan yonboshlab o'taman deb o'ylamanglar. YouTube'da hozir hammasi boyagi искусственный intellekt bilan ishlaydi. Shuning uchun bu narsani hamma biladi. Bitta telefondan nechta akkauntga kirilyapti, hammasini ular bazasida bo'ladi. Shuning uchun YouTube aldayman deb o'ylamanglar. O'zinglarni aldagan bo'lib qolasizlar. Video roligimiz sizlarga ozgina foydali bo'layotgan bo'lsa, like bosib qo'yinglar, bo'lmasam dislike bosib qo'yinglar. Farqi yo'q do'stlar. Nima bo'lsa ham bitta boyagi nimadir bosib qo'yinglar yoki kommentariy yozib qo'yinglar. Shu do'stlar, sizlar uchun albatta harakat qilib tez-tez foydali videolarni chiqarishda davom etamiz. Demak, 7-si do'stlar, videolaringizni qo'ygan videolaringizning nomlari o'xshash bo'lib qolsa, birda bir o'xshash bo'lib qolsa, misol uchun bitta ikkita bo'lsa, uni ahamiyati yo'q, buni hech qanday zarari yo'q, lekin 3 ta 4 ta videongizning nomlari bir xil, %100 bir xil bo'ladigan bo'lsa, bu kanalni o'ldirdingiz. Mana shu kanalingizni o'ldirganingiz mana shu bo'ladi. Shuning uchun do'stlar, YouTube'da shorts bo'ladimi, katta video bo'ladimi, videolarning nomi o'xshash bo'lsin, o'xshash bo'lmasin deganim yo'q, lekin bir xil kopiya bo'lib qolmasin, bir-biri bilan %100 o'xshash bo'lmasin. Bunga qattiq e'tibor beringlar. Bu degani YouTube'ga yomon signal bo'ladi. Qanday signal? Ya'ni bu повторяющий, misol повторный kontent deb tushunib qoladi. YouTube'da misol uchun живой odamlar o'tirmaydi, sizlar bilan meni videolarimni tekshirib. Bu yerda botlar o'tiradi. Videolarni tekshirmay nomiga qarab ham misol uchun bu повторяющий kontent bitta videoni qayta-qayta chiqaryapti deb YouTube kanalingizni umuman prosmotrlarni kesib tashlaydi, o'ladi shu bilan. Shunga e'tibor beringlar. Hech qachon videolarning nomini bir xil %100 bir xil qilib qo'ymanglar. Boshqa misol uchun YouTube'dagi kanallardagi nomlar bilan ham bir xil qilib qo'ymanglar. Ozgina bo'lsa ham nomini o'zingizga kiritib, sal bo'lsa ham nuqta virgulni o'zgartirib qo'yinglar. Prosmotr bo'lmayotganining 8-sababi do'stlar, buni bunday tenovoy band deb qo'ysak ham bo'ladi. Bu nima uchun keladi? Lekin buni siz ko'rmaysizlar do'stlar. Buni ko'rmaysizlar, bilmaysizlar, lekin bu tenovoy band deyiladi.
Buni asosiy sababi mana shuni yaxshilab bilib olinglar. Iloji bo'lsa yozib olinglar. Sababi mana 8-si muhimlaridan bittasi. Bu ya'ni siz YouTube kanalingizga internetdan olingan suratlarni, internetdan olingan videolarni, internetdan olingan muzikalarni ishlatadigan bo'lsanglar, bu kanalingizga tinovoy banga tushib qoladi. Bu %100 isbotlangan narsa. Bu kimdir lozi chiqib olib unaqa emas, bo'lmagan narsa, bunday edi deyishi mumkin. Lekin sizlar tekshirolmaysizlar buni, tinovoy banga tushib qoladi. Internetdan olingan degani misol TikTok bo'ladimi, Instagram bo'ladimi, qaysidir sotsial setlardan suratlarni, videolarni olib ishlatsanglar, bu kanalingizga tinovoy banga tushib qoladi. Faqatgina avtorlik huquqi yo'q qo'shiqlarni, muzikalarni ishlatsa bo'ladi. Buni ham YouTube o'zidan olsanglar shu yaxshi do'stlar. Internetdan biz avtorskiy muzika deb qidirib turib, ularni ham olmanglar. Ularga ham vladelic, ya'ni o'sha muzikani egalari xohlagan vaqtda avtorskiy berib qo'yishi mumkin. Shunda sizlarning kanalingizda ban bo'lib qolishi mumkin, videolaringizga narushina kelib qoladi. Shuning uchun tinovoy banni tushishligini sababi internetdan olingan suratlar, internetdan olingan videolar, internetdan olingan muzikalar bo'ladi do'stlar. Shuning uchun raz YouTube'da shug'ullanmoqchi bo'lsanglar, o'zingizning avtorskiy, o'zingizning shaxsiy videolaringizni chiqaringlar. Qachon internetdan olingan video, surat, muzikalarni ishlatsa bo'ladi desanglar, buni ham iloji bor. Bu degani, masalan, Instagramdan olib ishlatmoqchisizlar. O'sha Instagramdagi videolar, suratlar yoki muzika o'zingizning shaxsiy, o'zingizninki bo'lishi kerak. Masalan, men o'zim shaxsan bitta videoni tayyorlayman, uni ham internetga, misol uchun Instagramga qo'yaman, YouTube'ga qo'yaman, TikTok'ga qo'yaman, kerak bo'lsa boyagi yana dizayn bor, o'sha platformalarga 4-5 ta joyga qo'yaman, lekin video shaxsan o'zimniki. O'zimning videomni men xohlagan joyimga qo'ya olaman. Erta bir narushina bo'lib qoladigan bo'lsa ham men isbotlay olaman, ya'ni format to'ldirib turib, men o'zimni silkalarimni qo'yib, masalan, YouTube kanalimga Instagramni silkasini qo'yib qo'yganman, Instagramga YouTube kanalimni silkasini qo'yib qo'yganman. Shuning uchun bu narushinaga kirmaydi. O'zimning videomni xohlagan joyimda ishlata olaman, lekin birovnikini olib ishlatish mumkin emas. Bundan tinovoy banga tushib qolasizlar. Bu aniq, ishoninglar. Endi keyingi sababi do'stlar, bu obunachilaringizni aldashingiz, obunachilaringizga yolg'on ma'lumot berishingiz bo'ladi. Bu qanday bo'ladi? Buni ko'pchilik tushunmaydi, lekin o'zi bilmagan holda obunachilarni aldab yolg'on ma'lumot berib qo'yadi. Bu degani, masalan, sizlar bitta video chiqarasizlar. Videoga misol uchun obloshkasi boshqacha, ichidagi misol uchun nomi boshqacha, videoni o'zi umuman boshqa narsa haqida. Bu obunachilarni aldash bo'ladi. Bu sizlar prosta algoritmni aldayman deb aslida o'zingizni aldagan bo'lasizlar. Shuning uchun raz YouTube'da prosmotr olmoqchi bo'lsanglar, qo'ygan obloshkangni, videoning nomi va videoning o'zi bir xil bo'lsin. Ya'ni qo'ygan videoga obloshkangni mos kelsin. Qo'ygan videoga videoning nomi mos kelsin. Tushundingizmi? Misol uchun video stroyka haqida bo'ladigan bo'lsa, u yerda misol uchun videoning nomini aldab turib, trenddagi boyagi nomlarni qo'yib yuborsanglar, bu yolg'onchilik bo'ladi. Bu narsa YouTube'ga yomon signal va sizlar bundan katta prosmotrlarni yo'qotasizlar. Umuman YouTube'ning doveriyasini ham yo'qotasizlar. Birinchi o'rinda obunachilarning doveriyasini yo'qotasizlar. Shunda qo'ygan videoinglarni o'sha obunachilar ko'rmay qo'yadi. Sababi bu bo'lmagan narsa deb o'ylaydi любой odam ko'rib turib. Bu obloshkada yolg'on gapiradi, ichida boshqa video deb hech qachon videomizni qaytib ikkinchi ko'rmaydigan bo'ladi. Shuning uchun aldamanglar obunachilarni. Hamma narsa bir xil bo'lsin. Endi do'stlar, keyingisi asosan boyaga kimnidir yangi ochgan kanallari boshida prosmotri zo'r bo'lib, undan keyin sekin-sekin prosmotrlar umuman nolga tushib ketgan bo'lsa, aynan mana shularda nima uchun bu kattaroq sababi, nima uchun mana shunday bo'lganini hozir aytaman. Bu narsa do'stlar, sizlar qo'ygan videolaringizni, har bitta qo'ygan videongizni kuchaytirib bormasligingiz bo'ladi. Ya'ni boshida qo'ygan videongizni siz juda ham mehr bilan cho'tka qilib tayyorlagansiz, zo'r prosmotr olgan. Endi birinchi, ikkinchi qo'ygan videongizdan uchinchi, to'rtinchi qo'ygan videongiz xo'ja bo'lib turibdi-da, yomon bo'lib turibdi. Naborot videolar zo'rlashib ketishi o'rniga sizniki yomonlashib ketyapti. Shuning uchun ham shunga yarasha videoning ham prosmotri o'ladi. Shuning uchun
birinchi qo'ygan videongizdan ikkinchi qo'ygan videongiz hech bo'lmasa 0,1% ga yaxshi bo'lishi kerak. Har tomonlama, misol uchun zvogi bo'ladimi, kачествоsi bo'ladimi, ma'nolari, gapirishingiz bo'ladimi yoki montaji bo'ladimi? 1% ga bo'lsa ham 0,1% ga, 1% emas, 0,1% ga har safar o'stirib boringlar. Shunda kanalingizda birinchi qo'ygan videolaringni, ikkinchi qo'ygan, boshida qo'ygan videolaringni zo'r prosmotr olib, keyin 0 ga tushib ketib, nimaga bunaqa bo'ldi? Boshida zo'r bo'layotgandi, endi yomon bo'ldi, nima bo'ldi? Boshida YouTube sizlarga shans bergandi, shu shansni sizlar nima deydi, YouTube'ni ishonchini oqlolmagan bo'lasizlar. Bu sizlarning o'zingizning aybinglar bilan mana shunday bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun e'tibor beringlar. Boshida yangi ochilgan kanallarga hozir algoritmlar shunday ishlaydi, imkon beradi YouTube. Mana shu imkondan foydalanish kerak. O'shanda obunachilarni ushlab qolsanglar qoldinglar, ushlab qolmasanglar o'sha yangi kanal ochgan ma'qul bo'ladi. Shu do'stlar. Shuning uchun birinchi qo'ygan videolarni kачествоsi zo'r bo'lsin u ham, lekin ikkinchisi undan yaxshiroq bo'lsin. YouTube kanalimizdagi videolarimiz prosmotr olmayotganini eng oxirgi 11 asosiy sababi bular do'stlar, eslatib o'taman. Asosiy sabablari yana mayda-chuyda sabablari juda ham ko'p, lekin ularni ham aytib o'tsam tamom video 1-2 soat bo'lib ketadi. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar. Bu eng asosiy katta sabablarni aytib o'tyapman. Keyingisi xullas videoga qo'ygan katta video bo'ladigan bo'lsa, описаниялар, taglar, hashtaglarga e'tibor bermaslik. Hashtaglarni ham har doim har xilini qo'yib tashlamayman boyagi katta video bo'ladigan bo'lsa. Endi shorts bo'ladigan bo'lsa, boshida nastroykada qo'yib qo'ygan hashtaglaringiz, taglaringiz o'zi avtomatik qo'yilaveradi. Sizlar unga tegmaysizlar, lekin katta long video bo'ladigan bo'lsa, har bittasini, har bitta videoga alohida yozib chiqinglar, temasiga mos qilib do'stlar. Qo'ygan videoga mos qilib, misol uchun boyaga deydi, bu yolg'on gapirmayman. Bunda ham описание hashtag taglarida YouTube'ga aldamayman do'stlar. Raz obunachilaringni mana shu sizlarni iminda qo'ygan videolarning temasida bo'lishini xohlasanglar, YouTube'ga aldamasdan hashtag taglarini to'g'ri beringlar. Har bitta katta long videolarda alohida yozib, описанияларni chiroyli qilib yozib turib, video nima haqidaligini описанияларда ham yozib beringlar. Xullas, bugun sizlar video roligimizda, mana video roligimda nima uchun YouTube'dagi videolaringiz prosmotr olmayotganini yoki prosmotrlari tushib ketayotganini eng asosiy 11 ta katta sabablarini o'rganib oldinglar. Mana shularni agar to'g'rilaydigan bo'lsanglar 100% garantiya beraman do'stlar. 100% emas, mayli 99% bo'lsa ham garantiya beraman, YouTube kanalingiz o'zgaradi. Lekin siz действительно mana shu 11 tasiga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Agar hammasini o'sha qasha qilib tashlagan bo'lsangiz, yaxshisi yangi kanal ochinglar do'stlar. Shu endi kimnidir qandaydir savollari bo'ladigan bo'lsa, albatta men описаниеda ham, kommentariyada ham o'zimni yopiq bo'lgan bepul Telegram kanalimni qoldiraman. Yangi ochilgan do'stlar, u yerda yangi youtuberlar bor. Har qanday savolinglarni o'sha yerda bersanglar bo'ladi. O'zimni lichkamni ham o'sha yerdan olsanglar bo'ladi. Telegram lichkamni do'stlar. Undan tashqari YouTube'da hozir Rossiyada svязь nochorligi tufayli endi prямой efir qila olmayman. Bir marta qilib ko'rdim, juda ham yaxshi kачество bo'lmadi, juda ham xunuk kачествоda bo'ldi. Ovozlar to'g'ri kelmay, xullas yomon bo'ldi. Shuning uchun o'zimni o'sha yopiq Telegram kanalimda endi har hafta xudo xolasa prямой efir qilib savollaringizga javob berib turaman do'stlar. Shuning uchun albatta описаниеga o'tib yoki kommentariyaga o'tib zakripet qilib qo'yaman. O'sha Telegram yopiq kanalimizga o'tinglar do'stlar. Yana kimni qanday savoli bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada albatta yozinglar do'stlar. Mana shu 11 ta sabablaridan qaysi bir, mana chestni bo'laylik, hammamiz mana ko'rib turibsizlar. Sizni kanalingizda mana shularni qaysi biriga e'tibor bermagansizlar yoki har biriga e'tibor bermagansizlar? Nima uchun kanalingizda prosmotr tushganini, sabablarini, katta asosiy sababini endi bildinglarmi? Shularni kommentariyada o'zingizlarning fikringizni qoldiringlar do'stlar. Bu hozirgi mana shu 11 ta sababini eng asosiysini aytdim. Birinchisi, eng asosiysi bo'ladi, bu YouTube'ni to'g'ri nastroyga qilish, to'g'ri videoni yuklash bo'ladi do'stlar. Bu narsani bilib olsanglar, 50% sizlar YouTube'ni to'g'ri tushungan bo'lasizlar. Shunda YouTube kanalingizda boshdan yaxshi rivojlanishni boshlaydi. Agar boshida noto'g'ri boshlasanglar, kanalni to'g'ri sozlamagan bo'lsanglar, hammasi bir pul bo'ladi. Kanalni endi to'g'ri sozlashni qanday o'rganmoqchi bo'lsanglar, hozir mana shu yerda pastda mana men bitta video chiqarganman.
100% amerikanskiy kanalni to'g'ri nastroyga qilib, videoni to'g'ri yuklashni o'rgatganman. Noldan hamma tushunadigan tilda do'stlar. Mana shu pastdagi videoga bosib bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Salomat bo'linglar. Sizlar bilan Doston Baratov.